Mana juda ko'pchilik so'raydi, mana shu Murod shifoda juda ko'p reklama qilasiz, lekin hech ichiga olib borib bir obzor qilib bermagansiz deganligi uchun ataylab keldim sizlar uchun. Inson boradimi o'zi yoqqa, unaqa bunaqa deydigan insonlar uchun maxsus mana Dabdurustdan kiryapman. Mana bemorlar ko'ryapsizlar, hozir ichkari obzorlarni ko'rsataman. Hamma shu yerda o'tirib o'zlarini bemorlarni doktorlarni kutishyapti. Bu esa 2 asrlik aptekalar hisoblanadi. Qanaqa muammo bo'lsa, misol uchun jigarda muammo bormi, oshqozondami, ichakdami, ayollar uchun mana hozir ko'rsataman, yaqinlashib iloji boricha. Uyqusizlik, buyrakka, ko'krak saratoni, qilib ximiya onkologik kasalliklarga ham davo bo'la oladigan klinika hisoblanadi. Mana shuning uchun o'zini vrachni kutib o'tiribdi. Bu yerda dunyoni eng chekka joylaridan, tog'lardan keltiriladigan giyohlar bor. Ularni ko'p O'zbekistonda o'smaydi, faqat chet eldan keltiriladi. Shunaqa dorivor giyohlar bilan bemorlarga dorilarni tayyorlab berishadi. Eshikdan kirganda xizmatda chiroyli akvariumlarni qarshi olishadi. Juda ham chiroyli baliqlar, xilma-xil baliqlar bor. Bu yerlarda rekepshan. Bemor kelib bu yerda zerikib qolmaydi ochig'i. Bu esa tabiba yuzxona xonalari. O'zbekiston xalq tabobat a'zosi, Latviya tabobat akademiyasiga mashhur tabib Abdullayev Ne'matjon Qurbonovich 41-yilda tug'ilib, 2012-yilda vafot etganlar va ularning farzandlari O'zbekiston tabobat akademiyasi a'zosi Abdullayev Murodjon aka Ne'matjonovich xalq tabobati fandan kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori hisoblanganlar. Ular ham oxiratlari obod bo'lsin. Hozir esa bularning o'rnida o'sha ayollari Yusufxon opa shu yerga kelayotgan bemorlarga chiroyli qilib naznachini yozib, tabiiy giyohlar bilan davolab berishadi. Bu klinikada onkologik kasalliklar, umuman sizni qanaqangi dard qiynayotgan bo'lsa, qisqa qilib aytaman, siniqdan boshqa deyarli ko'plab kasalliklarni davolashadi. Hamma yo'q, chiroyli gullar bilan bezatilgan. Kirgan odam qaytib chiqib ketmay qoladi bu yerdan.